Eng bo'ydor xalqlar reytingida o'zbekistonliklar nechanchi o'rinda turadi? Oldindan aytish mumkinki, yuqori o'rinda emas. 2019-yilgi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston xalqi bo'ydor xalqlar reytingida naq 125-o'rinni egallagan. O'zbek erkaklarining o'rtacha bo'yi 170,9 cm atrofida. Qo'shnilardan faqat tojikistonliklar bizdan orqada. Ular 168,4 cm bilan 159-o'rinni band qilgan. Eng qizig'i, bo'yi borgan sari kichrayib boryapti deb aytilayotgan o'zbek ayollarining reytingdagi o'rni erkaklarnikidan ancha balandroqda. O'zbekiston ayollarining o'rtacha bo'yi 160,3 cm ni tashkil qilgan va dunyo reytingida 109-o'rinni egallagan. Ya'ni O'zbekiston erkaklaridan 16 o'rin teparoqda. Dunyodagi eng bo'ydor millat esa ancha yillardan beri Niderlandlar bo'lib kelmoqda. Nega vikinglarning boshqa shimolroqdagi avlodlari Niderlandlardan pastroq? Asosiy sabab Niderlandiya ulardan yaxshiroq sharoitda yashagan. Niderlandiya 16-17-asrlardayoq Angliya bilan birga sanoat inqilobi markazlaridan biri edi. Niderlandlarning asrlar davomida to'xtovsiz rivojlangani, nisbatan tinch yashagani va yaxshi yashash sharoitiga ega ekani, yaxshi yeb ichishi ularning yanada balandroq bo'lishiga yordam bergan. Ikkinchi omil, ya'ni farovon yashash sharoiti o'zbeklarning bo'yi nega baland bo'ylardan emasligini ko'rsatadi. Ya'ni oxirgi 4 asrda O'zbekiston xalqi xonliklar davrida va keyinchalik SSR o'rnatilishi davrida juda og'ir urushlarni ko'rdi, ocharchiliklarni ko'rdi va natijada aholi to'yib ovqatlanmadi, yashash sharoitlari yomonlashib ketdi va tabiiyki aholining bo'yi ham nisbatan qisqarib bordi.